Mansarda tomimizdan aniqroq ma'lumot bering deganlar uchun, akalarimiz uchun iltimosnomalarga binoan xo'p, balandligi 2.25 bo'ldi. Bu yerdan gipsokarbonda uteplit bo'ladi, gipsokarbon bo'ladi. Katta sport zal bo'ldi, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yer kengayib ketgan, 12 metrdan oshib ketgan, 12 ga 14 pashti. Eng baland joyimiz 3.10 bo'ldi. Eng past joyimiz 2.25 bo'ldi. Atrofi gipsokarbon uteplit bo'ladi. 4 ta deraza rom qo'ydik. Cherdakka cherdak qilib ko'ringlar, o'zinglar baho beringlar. Shogirdlar mana bitirib tushdi hozir mana.